Bu indikator 10 yildan beri biron marta adashmagan. Agar bu indikatordan to'g'ri foydalansa, juda ham katta daromad olib keladi. Hammaga salom, sizlar bilan Ashraf. Bugungi videoda Nupl indikatori haqida gaplashamiz. Sizlarga hamma sirlarini ochaman. Bozorga qachon kirish, qachon chiqish juda ham yaxshi nuqtalarda ko'rsatadigan indikatorlardan biri. Aslida bu indikator emas, bu metrika. Bozordagi investorlarda qancha foydada, qancha zararda ekanligini ko'rsatadigan ko'rsatkich. Bundan qanday foydalanish kerakligini mana shu videodan o'rganib olasizlar. Juda ham ko'p indikatorlar bor, kripto bozorda ham, aksiya bozorda ham, lekin ularda 99% ishlamaydi. Nupl 10 yildan beri adashmagan. Men bu metrikadan juda ham uzoq yillardan beri foydalanaman. Shuning uchun ham sizlarga o'rgatishga qaror qildim. Yaxshi joylashinglar, videoni e'tibor bilan ko'ringlar. Indikatorda ko'rinishi mana shunaqa va bu yoqda 5 ta bosqich bor. Eng tepadagi euforiya, eng pastdagi yig'ilish bosqichi. Undan bitta tepada ayiq turadi, yana bitta tepada optimizm. Mana hozirda Bitcoin ayiq bosqichida turibdi. Yana ozgina pastga tushsa, bu yig'ilish bosqichiga o'tadi va sarmoya kiritish uchun juda ham yaxshi nuqta bo'ladi. Bu metrika hozirda Bitcoinga sarmoya kiritishda erta deyapti. Hozircha kiritmay turgan ma'qul. Mana tarixiga qaraymiz, 2022-yil Bitcoin $22,000 bo'lgan vaqti hali erta degan. Hozircha sotuv olmagan ma'qul degan. 20,200 ga tushgan vaqti yig'ilish bosqichiga o'tgan va sarmoya kiritsa bo'ladi degan signal bergan. Bu Bitcoinda o'sha dinosiga juda ham yaqin. Dinosi 15,500 bo'lgan. Juda ham yaxshi nuqtani ko'rsatdi. Mana birinchi. Ikkinchisi ham xuddi shunday. O'sha Bitcoinda eng pastki nuqtalari edi. Endi grafikaga ko'ramiz. Mana bu yerda 2022-yil, 2023-yil. Mana ko'rishimiz mumkin. Juda ham yaxshi ishlagan. -9 bo'lgan. Eng pastida -25, 27largacha tushgan. Mana o'sha Bitcoinda eng pastki nuqtasi bo'lgan. Mana shu yerda sarmoya kiritib, mana bu o'sishda olsa bo'lardi, yaxshi daromad beradi. Undan oldingi koronavirusda chiqqan, mana o'sha vaqtda ham yig'ilish bosqichiga kirgan, -15 gacha. Va bu Bitcoinda eng pastki nuqtasi bo'lgan. Mana juda ham yaxshi nuqta edi sarmoya kiritib, mana bu o'sishda olish uchun. Undan oldin bu yerda -37 gacha tushgan. Bitcoin o'sha vaqtda $3,000 gacha tushgan va bu ham o'sha Bitcoinda praktiki eng pastki nuqtasi edi. Undan oldin 2015-yil -50 tushgan. -50 juda ham chuqur yig'ilish bo'lgan. Juda ham chuqur. Qisqa bo'lgan, lekin yig'ilish juda ham katta bo'lgan. Bu ham o'sha Bitcoinda eng pastki nuqtasi. Va mana bu o'sishda olish mumkin edi mana bularda. Qisqa muddatga ham, uzoq muddatga ham mana shunday bu metrika aniq ko'rsatib kelyapti 10 yildan beri. Euforiya bo'layotgan vaqtda foydani olish kerak. Men juda ham yaxshi Bitcoindan chiqdim, mana shu diapazonga hozir ko'rsataman. Mana shu diapazonga va bu o'sha Bitcoinda eng baland nuqtasi bo'ldi. Mana hozirda pastga qarab ketyapti. Katta qismi ortda qoldi, juda ham kam qismi qoldi. Yig'ilish bosqichiga o'ylaymanki kiradi va undan keyin va yana optimizm, euforiya fazalariga kiradi. O'ylaymanki bu safar euforiya teparoqda bo'ladi. Bu metrika pulli $30-35 turadi. Bepulini topsalaring u kech ishlaydi. Shuning uchun ham tanlov o'zlaringda. Keyin faqat bitta metrikaga ishonib qolib savdo qilish kerak emas. Chunki hammasi adashadi. Hammasi 100%lik natija bermaydi. Shuning uchun ham menga o'xshab kombinatsiya qilganlaring yaxshi. Indikator, texnik analiz, fundamental analiz, yana qanaqadir 2-3 ta analiz turini qo'shib, kombinatsiya qilib bozorga kirib chiqsalaring, natija aniq va juda katta bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Odatda men bunaqa videolar qilmayman. Agar shunaqa videolarni chiqarishimni xohlasalaring,
izohlarda yozinglar, bu videoga like bosinglar. Indikator metrikalar juda ham ko'p, lekin ularda ichida ishlayotganlari juda ham kam. Men uzoq yil bozorda bo'lganim uchun o'zim uchun ishlaydiganlarni tanlab olganman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, meni bilishim uchun like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, izohlarda yozinglar va keyingi videolarda yana sizlarga birontasini o'rgatib o'taman.